ko'tarib tashlavergan, keyin oyog'i bilan tepgan. O'sha meni bacham. Qizim aytibdiki, men dedi, sevib qo'ydim, gilamga dedi, aya dedi. Ustoz dedi, meni qarab qo'ydi dedi. Biz bugun siz videoda ko'rib turgan Qo'shtirnoq ichidagi bog'cha opa tarafidan avval urib, so'ngra esa ko'tarib, uloqtirib yuborilgan 3,5 yoshli tarbiyalanuvchi bolani onasini izlab topdik. Men seni hukumatda video olaman kuniga. Ular farzandi ushbu bog'chaga 1 yildan buyon qatnayotganligini va shu vaqt mobaynida farzandining tanasini turli xil qismlarida ko'karish alomatlarini sezganini aytib, telefon orqali murojaat qildi. 2 marta yerga yotqizib urilgan, keyin tepgan. O'sha meni bacham. O'shan 2 marta orqalaridan, boshlaridan urilgan, siltalab tashalgan, 10 marta tani deb rasmga olamanmi deb baqirilgan. Keyin yana oyoq bilan tepgan, oyoqchasidan ko'tarib tashlavergan, keyin oyog'i bilan tepgan. Men unga pullab berardim. Hozir bo'lsa shu bachamga qaragani uchun menga marayni o'sha yerni hammasini qoplab berish kerak. Psixologga aytishim kerak men bachamni. Logopedlarga aytishim kerak. Neyropatologga ham aytaman, chunki bacham o'zi men nervini qilib qo'ygan, qo'rqoq qilib qo'ygan o'g'il bolani. Bulardan tashqari yana 2 nafar bolaning onasi bizga qo'ng'iroq qilib, ularning ham farzandlarini aynan ushbu tarbiyachi kaltaklaganini aytishmoqda. Sababi yo'q, faqat istisno qiladi. Sabab video tarqalib ketgan, bilsak hamma ota-onalar shu ahvol ekan. Nima qilar ekan, ko'karib bor ekan, hamma joyga kelsa kamerani ko'rsatmas ekan. 2 yosh 8 oylik hozir. 2 yoshda boradi bog'chaga. Boshlari ko'chada ochiqda yuribdi. Unga nisbatan sira qo'yilish kerak. U ham o'zi aslida o'sha kirish kerak qamoqda. U bilish kerak ishini, u oylar davomida shunday degan. Talaba bog'chani boshqa qamasi ochiqda yuribdi. Bolaga nisbatan qo'pol xatti-harakatlari fakti viloyat maktabgacha ta'lim va maktab ta'lim boshqarmasi tomonidan o'rganilib, tarbiyachi bilan tuzilgan mehnat shartnomasi bekor qilindi va muassasa faoliyati hozirda to'xtatildi. Hozirda tarbiyachiga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 110-moddasi 2-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va fuqaro gumonlanuvchi tariqasida protsessual tartibda ushlangan. Hurmatli ota-onalar, 2-3 yoshdagi bolangizni tanasidagi og'riqlar, turli xil ko'karishlar bu bejizga emas. Ko'zingizni kattaroq oching. Yuqoridagi holat sizga yaxshigina dars bo'ladi degan umiddamiz. Biz esa yuqori turuvchi organlardan aybdorlarga nisbatan kuchli jazo choralarini qo'llashlarini so'rab qolamiz. Zero ertaga ota-onalar farzandlarini bog'chaga berishga yana qo'rqib qolishmasin.